Sonra? Shunday. Aha. Do'stlarni YouTube Nima deysiz? kanalidan ko'rib qolgandik uchun ishlar yoqqan uchun chaqirdik. Mana Sizga ma'qulmi? Yaxshimi? Ustolardan gap yo'q. Xudo xolasa mana Pretenziya yo'qmi ustolardan? Mana ko'rib turibsiz. chiqdi zo'r. Aha, o'zi ham ajoyib chiqqan aka. Rasxod. Mhm. Chiroyli variantda bo'lgan. Xohlagan variant yana boshqa xil variantlarimiz ham bor. Telegram gruppamizga nima qilsalar ko'rsatamiz. Assalomu alaykum azizlar, qadrdon do'stlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Kanalda yangi bo'lsa, har doimgi podpisatsiya bosib qo'yinglar. Sizlar uchun foydali videolar chiqarishga davom etamiz. Bugungi sonimiz nasib bo'lsa 29-dekabr 2025-yil hafta kuniga dushanba bo'ladi. Buxoro viloyati Jondor tumanidan xo'sh, Birovoq qishlog'iga kelganmiz. Aytib o'tganimizdek, xo'sh, tungi havo narxlarini obzor qilamiz. Bizlardan uzoqlashmay turinglar. Iloji bo'lsa, like bosib tomosha qilasizlar. Buxoro bozor kanalidan chiqib boradi nasib bo'lsa. Xo'sh, akalar mana ko'rib turibsizlar. Siroj akamizni ishlari, baho berasiz o'zlaringiz. Mana shu ajoyib taxlab qo'yganlar. Tungi havo narxlari, stolbiklari ham chotki qilib taxlab qo'yganlar mana shunday. Ko'ryapsizlar, bir o'ringa yana. Mana. Xo'sh, Siroj aka, assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Tinchmisiz? Joningiz sog', qanday akajon? Yaxshimisizmi? Kelayotgan yangi yillar bilan tabriklayman aka. Nasib bo'lsa endi obunachilarimizga bitta obzor qilaylik. Bu tungi havo qanday oson bo'lyapti? O'shalar haqidagi materiallari iloji bo'lsa Tungi havo fasonimiz yana o'tirganingizda hozirgi zamonaviy siklon variantda. Siklon variantda. Naqshlari ham ortiqcha nima emas. Hammasi siklonlik ham rasxod. Chiroyli variantda bo'lgan. Xohlagan variant yana boshqa xil variantlarimiz ham bor. Telegram gruppamizga nima qilsalar ko'rsatamiz. Unda Telegram gruppangizni kommentariyaga qoldirib qo'yaman aka. Nasib bo'lsa, Buxoro, Jondor, Qorako'l, Olot, Liboy Buxoro bo'yicha xizmatda. Bo'yicha xizmatda biza yana bitta narsasi, ana shunday katta raqamlar bo'lsa, kichkinagina stanoklarimiz bor, shularni olib kelamiz. Kichkina joy, o'zgina kichkina ketadigan joyga katta tununkani kesib atxotga chiqarmaymiz. Bezatxot ishlaymiz. Misol shu joyga ham biz stanoklarimizni olib kelib urdik. Atxot chiqqani yo'qda, deyarli chiqmabdi. Misol sexdan tayyorlab kelgan taqdirda 5-6 kvadrat ortiqcha atxot chiqib qoladi. 5-6 kvadratdan endi 120 ming, 130 mingdan hisoblagan. To'g'ri aka. $1 boradi. Uy egasi ham katta foyda bo'lganda. Ha, shunday. Metr kvadratdan yutadi. Shunday. Tayyorni kesib, o'tib, yarmisini bir varianti qirilmaydi tununkamiz, chizilmaydi. O dastavka qilishga baribir bir-biriga tegib qirilar qani, bironta qirilgan narsa yo'q. Shotga gilab ketishgan bir xil ana. Xo'sh, aka endi bular narx-navolar qanday bo'lyapti? Narx-navolar aka hozir yangi yilga nimasi bilan munosabati bilan 03 tununkamizni 120 mingdan qilib beramiz. 03 mana ko'rib turibsiz. Hozir mana shu ham 03 ekan, bularchi? 035 bilan. 035. Bu agar ana bunaqa bu ana tillo rangi nerjinka, bu olovga ham, quyoshga ham, olovga qo'ysangiz ham rangi o'chmaydigan. Shunaqadanda bu yulduzchalari. Bu umuman rangi o'chmaydi buni. Prostoy tillo rang bilan bo'lsa 120 ming so'm kvadrati. Bu bilan bo'lsa 125 ming so'mdan qilib beramiz. 125 mingdan mana shu quyosh oftobga tursa ham rangi o'chmayganda. 100% garantiya bu. Chunki xuddi quymadan nerjinka tunkalar. Mana yaqinroqlarga keltirib ko'rsatamiz sizlarga. Chotki. Xo'sh, atak 03 material bo'lsa 03 dan 110 mingdan chiqarib borasiz. Fasoniga farqi bormi yo'qmi? Fasoniga farqi yo'q aka. Fasoniga farqi yo'q. Fasoni faqat bizga klientlar xohlagan fasonni urib beramiz. Xohlaganlarni qo'ldan kelgancha harakat qilib chiroyli chiqarib beramiz. Akana bu stolbiklar qanday bo'ladi? Stolbiklar ham shu kvadratga ketadi. Kvadratga ketaveradi. Hammasi rasxod materialga. Bizga alohida, ana bunisi alohida, unisi alohida. Mana stolbiklar ham azonachilar shu bir xil 110 ming materialmi 110 mingdan kvadratiga o'tib ketaverar ekan. Mana katta navesni qilganlar, nachiga yo'q aka? Bu yo'qasi 28 metr. 28 metr hozir mana shu uznasi 28 metr plus ham bu yoqqa bu. 5 metr bunaqasi. Bunaqasi 5 metr, eniga 5 metr bo'lyapti. 3 metrga 14 metr. Mana zonachilar. Xo'sh, 110 mingdan ekran pastiga telefon nomeri bu. Aloqa qilib ko'rasizlar. Uy egalari bir gapiralarmi?
Keling qani bu yoqqa, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Zo'rmishlar. Mana bu yoq uy egalari bo'ladi. Biri bor qishloqdan, ha? Shunday. Aha. Sizlarni YouTube Nima deysiz? kanalidan ko'rib qolgandik uchun, ishlar yoqqan uchun chaqirdik. Bu mana Sizga ma'qulmi, ha? Yaxshimi? Ustolardan gap yo'q. Xudo xolasa mana Pretenziya yo'qmi ustolardan? Mana ko'rib turibsiz. chiqdi zo'r. Aha, o'zi ham ajoyib chiqqan aka. Xo'sh. Tavsiya qilasiz? Albatta tavsiya qilamiz. Aha. Ishlari mana zo'r chiqib turibdi, o'zlariz ko'rgandek. va'da qilinganda atxod chiqqani yo'q. Yo'q, o'sha xarajatlari ham o'zlari aytgandek kam bo'ladi. Sanoqlar olib ketiradilar. Sanab keldi. Birorta tunuka qirilib atxodga chiqqani yo'q. Yo'q, o'sha hammasi aytganlardek. Mana azonasi eshitdingizlar, uy egalaridan ham intervyu oldik. Chotki, bu gullarni ham ko'ryapsizlar. Bu gullar ham juda ham ajoyib. Zo'r did bilan taxlangan. Mana. Tunkaxonlar bo'ladi. Bu yog'i nima? Stolbeklar ham zo'r taxlab qo'ygan ekanmiz. Aloqaga chiqirsa ekran pastiga telefon nomer qo'yamiz. Telefon qilsangizlar, nasib bo'lsa akamiz kelishtirib taxlab beradi. Shunaqa videomizni yakunlaymiz. Buxoro bozor kanalidan chiqyapti videomiz. Hammangizga tavsiya qilib qolamiz.